qalinligini qarang, balonni. Qo'shimcha cho'ntagi mavjud. 3 qavatli profil bilan jihozlangan. Ko'rishingiz. Assalomu alaykum hurmatli Drongo obunachilari. Bugun sizlar bilan FDR 1800 Pro modelini obzor qilamiz. Eng qizig'i, bu modelimiz naqd 1,5 tonnagacha yukni bemalol ko'taradi. Ushbu modelimizni motor quvvati naqd 1800 watt, tezligi soatiga 60 km. Bitta to'liq quvvat bilan 60 o'rtacha 60 km yuradi. Undan oshiqroq yurishi ham mumkin. Qish kunlari lekin 60 yuradi. Bundan tashqari akkumulyatori 72 volt, 58 amper. Orqa bortini ham ko'rishlaring mumkin. Kengini laboni bortichali katta. O'ziga mana bunaqa bir dona zapaska balon qo'shib beriladi. Ichidan kaskasi chiqadi. Balonlarni ham ko'rishingiz mumkin yon tarafdan. Qalinligini qarang, balonni deyarli bir qarich keladi. Balonlari ham juda baquvvat qilib ishlangan. Bundan tashqari Bluetooth'lari bor, Bluetooth'lari mavjud, kolonkalari. Telefoningizni Bluetooth'dan ulab, bemalol o'zingiz yoqtirgan ashilla, audio kitoblar eshitib ketsangiz bo'ladi. Eng muhimi, bu modelimizda mana ko'rishingiz mumkin, mendaqa o'zimga o'xshagan o'rta vesdagi odamdan bemalol 2 kishi yana sig'adi. 3 kishi sig'ishib bemalol ketsalaring bo'ladi. Oldida mana bunaqa lobovoylar mavjud. Tabloda barcha mana ma'lumotlarni ko'rsatib turadi. Elektron tabloda necha kilometr yurganingiz, tezligi, qancha zaryadda qolgani, signallari ham bor. Chiroqlari dальний, ближний. Orqaga harakatlanadi. 3 bosqichli elektron skorost bilan jihozlangan. Bundan tashqari yon tomonida mana bunaqa qo'shimcha cho'ntagi mavjud va o'rindiq ostida ham ko'rishingiz mumkin, mana bunaqa bagaji mavjud. Eng muhim tarafi, oldiga 3 kishi sig'sa, orqasiga mana buni tushirib qo'yib, yana 3 kishi bemalol o'tirib sig'ib ketsa bo'ladi. Yo'l-yo'laki, bu modelimiz 6 kishigacha insonni bemalol o'z bag'riga sig'dira oladi. Elektron motorollarimizni ko'pchilik mana shu bortidagi bo'yiga qiziqadi. Bo'yi 50 sm. Yon tomondan ham ko'rishingiz mumkin. Mana yon tomondan orqa bortini ko'rinishi, hamma eshigi ochiladi, qolgan eshiklari ham. Bundan tashqari bu modelimizni borti o'sha KAMAZlarga o'xshab ko'tariladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yengilgina ko'tariladi borti. Hamda bu modelimizda panejniklari mavjud. Ya'ni siz og'irroq yuk ko'targaningizda bu sizga talchoq beradigan narsa. Bu modelimiz himoya uchun atroflari to'liq baquvvat do'galar bilan qoplangan. Undan tashqari modelimizning karkas qismi, ya'ni suyak qismi ham 3 qavatli profil bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham baquvvat ishlangan. Amortizatsiyalari ham juda ham yumshoq, chotki qilib ishlangan. Eng muhimi, masofadan boshqariluvchi o'zini mana bunaqa ochilib yopiladigan kalitli pultlari mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu FDR 1800 Pro modelimiz sizga ham qiziq bo'lsa, hoziroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab cheklanmagan miqdorda kelishilgan holda yetkazib beramiz. Agar bizni YouTube hamda Instagram sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan-da qiziq motorollar, skuter, velosiped hamda elektron samokatlarimiz hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting.